Yaxshi mislar do'stlar. Hozir biz ikkinchi bo'lak, ikkinchi qism darsini so'zlaymiz. Nima bo'lsa, darsimizni diqqat qilaylik. Oldingi soatlik darslikda biz UV yeyish jarayonini ko'rib o'tgandik. Bu soatlik darslikda bo'lsa, redlashni ko'rib o'tamiz. Biz UV ni ko'rib boqaylik. Qarasak, buning UV si yeyilib bo'lgan bilan redlanmagan shunaqa, shunaqa qalaymiqan. Biz redlab boqaylik. Ondan quloqninki mo faqat birsini ham UV'si yeyilgan shunaqa, qolgan uchininki UV'sini yaymagan. Mana uchininki UV'si yeyilmagan. Shuning uchun biz bir quloqni uchiga ko'chirib qo'yish kerak, uchini o'rniga. Bunun merkezini men bu o'ringa qo'yay. Ondan torni içib qo'yib turib, bunu birini ko'chirib olay. Ko'chirib olganda kun taqsidan vinves turib, men chekitga agashtirib ko'charsam bu biga keldi. Ondan mana burunqisini o'chirib etaman. Shundan mana UV'si yelg'an bo'ldi. Endi yana birini Ctrl-T ko'chirib olgandan keyin buni o'xshashla buni 180 gradus o'ralay. 180 gradus o'ralib B'ye. Ondan burunqisini yutaylik. Yana birini ko'chirib B'ye kelib burunqisini yutaylik. Shuning bilan quloqning hammasiniki UV'si yelib bo'ldi. Men bularniki meniki sensibillarni nol qilib yutay. Endi ben tekstur sızgan vaqtda buningki modelning suzuklikka kafolat qilish uchun mana beshi quloqlari bir bo'lak, pardasi mana ostki qismini bir bo'lak, qo'saq qismi, xarak qismini bir bo'lak, undan keyin mana komandasini bir bo'lak qilib shunday paytlaylik. Shunday bo'lganda bu resim chaplangan resimlarni suzuk sızgan bo'ldi. Ham modelni renderlagan vaqtda shunda suzuk chiqqan bo'ldi. Talğalarımın hammasi hozir quloqninkiga shunaqa. Biz mana ichib qo'ysak, UV'ninki cho'ng kichik munosabatini ko'ra olamiz. Hozir meniki egalga o'rni shunday cho'ngki. Bunu qanday bilimizga vaqtda qaranglar, meniki kateklarning cho'ngligi bilan mening yuz kateklarning cho'ngligini selektor ham chiqadi. Hozirmi mening kateklari menikiga qaraganda yana ozroq kichik. Taxminan tam o'slan bo'ldi. Hozir asosiyatini tam o'tdi. Endi buni itib turaylik. Aylantirish, yutkash hammasi shu modellarni yutkash aylantirishlar o'xshash, hech qanday boshqacha usul yo'q.
Cho'qim yo'ylar bir-biriga kesishib ketmasligi kerak. Bu yerga cho'qim diqqat qilishimiz kerak, ya. Masalan, mana kesib ketgan vaqtda ma'ni yuziga sızilgan teksturlar ma'ni g'imjik ketib qoldi. Shuning uchun cho'qim kesishtirib qo'ymasligimiz kerak. Yo'ylar mana o'xshash bunda bo'shliqlar bo'lsa bo'ldi. Bo'shliqlar bo'lsa qo'yib qo'ysanglar bo'laverdi. Cho'qim bir o'rinda yeni birisi turish bo'lmaydi degan gap yo'q. Faqat mana o'xshash kesib qolgan ahvollar bo'lmasa bo'ldi ya shu. Bo'lmasa mana elitib mana miya qo'yib qo'ygan ham ma'lum bo'ldi ekan. Mana sizniki sirtiga chiqib ketmasi kerak. Qarang, hozir ostida chiqib ketgan hollar bor o'xshaydi. Unga boqay. Yo'q ekan. Agar bor bo'lsa, men bunda marasimda bunda chiqib qo'ydim. Qaranglar mana. Demak, mana yaxshi endi ma'ni biz bu yerga podqizsak ham bo'ldi.
Shundan bilan mana biz bir rayon patkizib bo'ldik. Tekshirib qo'yaylik. Chiqib ketgan hol yo'q. Chiqib ketganligidan o'sha bir katekning doirasida sirtqa chiqib ketgan hol yo'q demoqchi ya. Men tushunmayapman. Endi biz mavi quloqni yana bir qadam ko'chirsak bo'ldi. Nima chiqadi degan vaqtda maninki UV'sining o'rnini biz yo'tkatdik, shunaqmi? Yo'tkatgan bo'lgandan keyin buning silgan tekstur malaga tushmay qoldi. Qaranglar, mana ikkisiniki UV'sining shakli o'xshamaydi, shunaqmi? Mana egallagan doirasi kichik, mana bo'lsa cho'ng. Shuning uchun biz bularnikini ayirishimiz kerak. UV'sini yakomsa mana UV'sini mana ko'chirib bersak bo'ldi. Mana ko'chirib bersak bo'ldi. UV ko'chirish usuli bo'lsa, qaranglar. UV'si barni tanlab, keyindan UV'si xatoni yoki yo'qni tanlab, undan meshning ichida transform attributes. Bu yerdan boshqa hech nima bilan qaranglar, bu yerdan komponentni tanlabla apply qilsanglar, mana bilan maniki UV'si o'xshash bo'ldi. Undan ikkilisini tarixini jo'yitamiz. O'xshash usulda. Bundan keyin hammasini tarixini jo'yitaylik. Shuning bilan malaniki UV'si raqamlanib bo'ldi. Endi ikkinchi qadamda biz mana payda qismi bilan mana ostki qismlarnikini birlashtiramiz degan tushunaqmi? Unda biz mush 3 bo'laknikini birlashtiraylik. Mana paydaniki mana tizg'i qo'ydigan terakniki mana qilib qolgani bo'lsa qo'saq tutashgan bo'likiniki shunaqa. UV'ni qancha yig'inchoqlab qo'ya olsak shuncha yaxshi. Lekin bayam deganda kesib qolmaslik kafolat qilishimiz kerak. Biz endi mana bu kuchininki UV'sini cho'ng kichigini selektor qo'yaylik. Yine bunu açıp turib mana qarasak, mana egallagan doirasi jiqroq ekan, mana ikkisiniki. Shuning uchun biz bu ikkisini kichiklaylik. Endi asosan tam olibdi shunaqa. Endi ratlasak bo'ldi.
Miyada kesip kalmak yaparım. Böyle. Şimdi kateksilerinin çoğunluğumu asasen tam oldu. Bu bölekten UV'sini gelip oldu. Endi o qo'saq qismi bilan xarak qismini birlashtiradi. Shunaqa. Mana xarakniki bu xarakniki ekan. Qarsak, enal ko'ngil bo'ldiki, bu yerda mana xarakniki UV'ni egallagan doirbek chiqib ketibdi. Qaranglar, chiq-chiqsa kataklarni ichiga patkazib ketibdi. Shunaqa. Shuning uchun biz buni kichiltaylik. Texnik kichiklasak ko'rish qo'laysiga cho'ng hammani bir xil qo'shib cho'ngaytirib turib, endi mani kichiltaylik. Yana azroq kichiklasak bo'ldiki. Bo'ldi. Shundan bilan biz cho'nglig'ini ratlab bo'ldik, cho'ngligini tanishib bo'ldik. Endi o'rnini ratlsak ham bo'ldi. Hammasini bir vaqtlar kichiltaylik. Yo'qolmasa baraqla layout, ya'ni shiftni bosib turib, mouse'ni o'ng knopkasini bosgan vaqtda layout UVS saqmo o'zi ratlab berdi. UV'ning tanishishimi shunday joyida. Endi eng oxirgi bo'laki yana mana komandsiniki. Komandsiga qarasak, ma bo'lakniki osmon farqi bor ekan shunaqa. Buni biz o'sha usulda hammasini tang cho'ngaytiraylik. Endi mana bir bo'lakni kichiltiraylik. Tanışıldı. Ma komandasındaki akıllınınkini ancak o'ylashga ketmasak bo'ldi. Chunki biz bunga faqat materialdan beramiz. Layout. Bunisi biz ma'ni biz mishlan arasida birisiga patkazsak bo'ldiki. Masalan, ma'u masalan ma'nunda yerni bo'shqa chiqarish ehtimolligi bor deb qildi shunaqa. Biz sinab boqaylik. Agar passilam patkazsak yaxshi.
patrika shuna qo'yib patlayman buni. Yo'q, kesib qolgan ishlarim yo'q. Shunda bular bir bo'lak bo'ldi. Endi biz redlashni bunchalik qilsak bo'ldi. Hozir biz hammani redlab bo'ldik. Yine quloq bosh bir bo'lak. Perdesi, astan qismi va tizg'i teraydigan terak qismi bir bo'lak mana bu komandasi bilan qo'shilib. Undan mana bu qo'saq bilan mana bu xarak qismi bir bo'lak. Undan mana bu tarisininki yo'yisini yetib ketmaydi. Tarisini biz faqat materialdan beramiz. Endi bo'ldi. Shuning bilan biz muvaffaqiyatli holda biz buniki yo'ylarni redlab bo'ldik. Endi keyingi darslikdan boshlab tekstur sesini rasmiy boshlaymiz. Unda